Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan shu uy bo'yicha gaplashamiz. Xudo xolasa uyimiz tomlari bitdi. Juda ham bir chiroyli chiqdi. Tunika fonlari, tunikani ham o'ziga mos keldi. Xo'p, mana bu tumaga ahamiyat bermaysizlar. Xudo xolasa bunga rimskiy kolonna bo'lmasa g'ishtdan urib chiqamiz. Mana tagdagilar olinadi. Tashqi fasadi, tunikaning ranglari hammasi o'ziga yarashgan. Agar bilsanglar, mana shu uyni birinchi fundamentdan chiqargan adam. Kimga xuddi shunaqa uylar kerak bo'lsa, xuddi mana shu uyni sizlar uchastkalarga borib qurib beramiz. Mana shu uyimiz 16,5 mingga dogovor bo'lgan. Smetada, shifer edi, lekin uy egasi proxnastil xohladi. Farqini to'laydi. Misol uchun hozir kim zakaz qilsa, farqini aytamiz. Lekin juda ham bir chiroyli chiqqan uyimiz, kompaktni har taraflama. Xo'p, bularning ichiga nima kiradi? 16,5 ming ichiga podushka, fundament, ichki arasi bir sloj gidroizolyatsiya, ichini to'ldiramiz, kommunikatsiyalar tortamiz, chornovoy stashka, ichki tashqi devor. Devor haqida ma'lumot berib ketadigan bo'lsak, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Утеплители bor, venzazori bor. Hozirgi paytda, imенно hozir Andijonda plus 50 gradus issiq bo'lyapti. Kommentariyga yana bittasi yozib ketgan, yozgi kunida ham issiq sovuq bo'lib, утеплитель tellaydi degan. Bunaqa narsa xudo xolasa bo'lmaydi. Praktikadan o'tdi, xudo xolasa. Va mana ko'pchilik aytishi mumkin, burchaklarda kolonna ko'rinmayapti deb. Kolonnalar quyilgan va har 6 qatorda klarnetga qo'yiladi. Har 6 qatorda. Urilib, kolonna seysmopoyezlar quyiladi. To'sinlar tashlanib, tomini yopib chiqib ketamiz. Hozir ichkariga kirib obzor qilamiz. Yana bir bor tashqi fasadni mana shu bo'yicha qoldirsanglar ham bo'laveradi. Juda ko'pchilik mana shu joylarga ham ahamiyat bermaydi. Hozir biz mana shu joyga ham penaplex qo'yib, akva tushadigan joyga beton quyib ketganmiz. Mostik holda bo'lmasligi uchun. Утеплитель qilib, утепленный versiyada urib beramiz. Tomlarimizda hammasi balkalari listviy bo'ladi. Strapilarimiz hammasi sasna. Shifer bo'lganda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ichkarilari hammasi go'z standart g'ishtlarimiz urilgan bo'ladi. Hammasi chiroyli. Ko'rib turibsizlar. Bu xonamiz 5 xona, kuyunasi bilan 4 xona. Buni planirovkalarini o'zgartirsa ham bo'ladi. O'zingizlarning nimalariga qarab. Qurilish maydoni 114 kvadrat. Juda ham bir chiroyli chiqqan. Albatta telefon qilinglar, zakaz qilinglar. Sifatli qurib beramiz. Videoni kачествоsi yomon bo'lsa, uzr so'raymiz. iPhone telefonimiz zaryadi tugab qolibdi. Sog' bo'linglar.